Marhamat, kiring. Assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansiz. Va alaykum assalom. Sodiq aka, yaxshimisiz? Marhamat, o'tiring. Yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Sodiq aka, sizni bir maslahatli ishga chaqirgan edim. Endi opa, mana anchadan beri maktabimizda ishlab kelyapsiz. Sizdan ko'nglimiz to'q opa. Maktabni tozaligini yaxshi ushlab beryapsiz. Lekin yana bir narsani eshitdimki, ko'chada bolalarga somsa sotyapsiz ekan. Ha, shunday. Lekin endi sharoitingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, maktabda sanitariyaga javob bermaydi opa. Shu sababdan ertadanoq bu ishingizni yig'ishtiring. Qaytib somsa sotmang opa. Meni tushundingiz-a? Mayli, bo'lsiz. Bolajonlarim, kechirasizlar. Somsalarimni boshqa amaki olib qo'ydi. Mana shuna bo'ladi men bilan o'ynash. Hali. Aytdim-ku, ko'rsatib qo'yaman narsa sotishni. Voy bolajonim, va alaykum assalom. Nima kayfiyatingiz? Somsalar sotilmadi. Ha, shunday bo'lib qoldi. Somsa sotishimga ruxsat berishmadi. Bir somsalar bilan maza qilib ovqatlanaman. Anaqa. Senga somsalarning puliga kitoblar olib bermoqchi edim. Bo'ldimi, Jardin? Ustoz, sizga bitta gapim bor edi. Nima gaping bor? 3-4 kunga menga javob berib tura olasizmi? Nega? Oilamga qaralashaverardim. 3-4 kunga bo'lsa, mayli. Faqat darslarni o'zlashtirib olasan. Xo'p bo'ladi, hammasini o'zlashtirib olaman. Qani Umidjon, kirchi xonaga. Kecha o'tirchi. Anchadan beri kutyap turganingni aytishdi. Nimalar boshlab yuribsan? Bu qayerdan keldi? Domla, onam aytdi, Farrosh, men bundan uyalmayman.